Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 27 may gündən etibarən Argentinada ziyaret boluyotqan Dünya Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetinin rəisi, Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat, Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Ayallar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkinlərdən tərkib tapqan Qurultay heyəti, Qurultayının Argentinadakı advokatlары Gabriel Cavallo və Juan Netolar bilan bir qancha qitim uçuruş ilib berib, ötən il 17 avqust günü Dünya Qurultayı bilan Uyğur Kişilik Hüquq Quruluş namida Şərq Türkistan xalqiga qarta irqi qirg'inchilik və insoniyat qarşı jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xitoy amaldorlari ustidan Argentina federal sotchilar hay'atiga sungan arzining taraqqiyot yuzlanishi haqida muzokara ilib bordi. Va advokatlardan sotning tekshirishini tezroq boshlash uchun Argentina jazo mahkamasiga haydakchilik qilishini va sotni davomli turda yangi dalillar bilan ta'minlashni davomlashtirishni talab qildi. Dolqun Eysa boshchiligidagi qurultay hay'atining Argentina qilgan ikkinchi qitimliq ziyorati munosabati bilan Dunyo Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida Argentina sotiga sunilgan ariz yana qayta kun tartibga keldi. 34 betdan tarkib topgan va ispancha tayyorlangan dastlabki arznamada Şərq Türkistandakı irqi qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga bevosita yetishlik bo'lgan ham javobgarlik bo'lgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining mudiri Ming Jianju, atalmış Abnum rayonluq partkomining sobiq sekretari Cheng Qiango, muavin sekretari Ju Hailun, atalmış Xinjiang jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Wang Mingshan, Xitoy Markaziy bexatarlik markazining mudiri va Xitoy Xalq Qurultayining raisi Li Jianshu qatorliqlarni o'z ichiga olgan 30 nafardan ortiq Xitoy amaldorlarining atalmış oshqullikqa qarshi turish degan niqob ostida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni qattiq bostirish, millionlagan begunoh xalqni jazo lagerlariga, turmalarga solash, qiynash haqida har darajalik hukumat organlariga tushirgan buyruq va yo'l yo'riqlari tafsili o'rin olgan arznamada yana qo'rchoq amaldorlardan Xitoy Xalq Qurultayining muavin raisi Naim Yasin, atalmış Abnum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetining raisi Shavkat Emin qatorliqlarga kirgizilgan bo'lib, Argentina jazo mahkamasidan arznamada o'rin olgan Xitoy amaldorlarini jinoiy javobgarlikka tortish talab qilingan va ularning jinoiy qilmishlari haqida ko'plagan hujjat va dalillar sunilgan. Dünya Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining arznamasida apsi jazo lagerida shahid bo'lgan Dünya Qurultayining raisi Dolqun Eysa, lager shahidlaridan Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivaji, Gulbahor Jalilova, Mehirgül Tursun, Gülzira Avulxan, Sayragul Savutbay, Fatima Abdug'upur, Zümrət Davud, Ömer Bekali va tadqiqotchi Adrian Tens qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan shahidlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida bergan guvohliklarimi tafsili o'rin olgan bo'lib, Argentina federal sotchilar hay'atining bir nafar a'zosi mazkur arizni qabul qilgan edi. Dunyo Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining angliyalik advokati Michael Polak va argentinalik advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolar mazkur deloga haydakchilik qilib kelmoqda. Dunyo Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Argentina sotiga Xitoy rahbarlari ustidan arznamasini sharkiti chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan zo'r darajada qo'llashiga erishgan va chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Argentina jazo mahkamasi nihoyat keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish ilib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buningga asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyat qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib borgan Berma hokimiyati ustidan tekshirish boshlagan edi. Dunyo Qurultayi Argentina sotining bu afzalligini ko'z tutib, o'tgan yil Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati va amaldorlar ustidan arz sunish qarori olgan va Londondagi danglik advokat Michael Polak apandimni arznoma tayyorlashga mas'ul qilgan. Yana Argentinadan maxsus advokat taklif qilgan edi. Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler partiyasiga mansub a'zosi senator Marco Rubio bilan Demokratlar partiyasiga mansub a'zosi senator Jeff Merkel birlikda 31 may kuni Amerika Davlat Majlisiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishtirish va jazolash qonun loyihasini sundi. Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikka taqobil turishni nishon qilgan mazkur qonun loyihasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida javobgarligi bo'lgan Xitoy rahbarlariga qartilgan jazo va embargolarning doirasini yana kengaytirish, ularga qartilgan sayohat cheklamalarni
qo'g'dashni kuchaytirish, Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Amerika Xalqaro taraqqiyot fondi tarafidan irqiy qirg'inchilik uchirgan qurbonlarga yordam berish, qurbonlarning Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilib elib berayotgan ta'tir tashviqotlarga qarshi o'zlarini oqlashiga imkon va qulaylik yaratib berish, irqiy qirg'inchilik qurbonlarini qo'g'dashni kuchaytirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bevosita yoki vositali qo'llagan shirkat va organlarni aniqlab chiqib, ularga qarta jazolash va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yish qatorliq takliflar o'ttirib qo'yilgan bo'lib, senator Marko Rubio bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Xitoy irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotgan bugungi vaziyatda Amerika hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida javobgarlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga va shirkatlarga qaratgan jazo va embargo tadbirlarini jiddiy turda kuchaytirishi lozim deb ko'rsatdi. Senator Jeff Merkley apandimmo bu vaqtda to'xtalib, biz irqiy qirg'inchilik qurbonlarini qo'g'dashni kuchaytirish bilan birga Xitoy Kommunistik partiyasining javobgarligini surishtirish uchun taxim ko'p tadbirlarni yo'lga qo'yishimiz kerak deb ko'rsatdi. Uningdan boshqa yana Amerika Davlat Majlisining Demokratlar partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zosi, Avam palatasi Xitoy strategik raqobat komitetining a'zosi Richi Torres apandim tarafidan 15-may kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali tahqiqlash qonun loyihasi sunilgan bo'lib, 3349 nomerlik Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali tahqiqlash qonun loyihasida Amerika Markaziy axborot idorasi, ya'ni CIAning bosh direktorining har yili davlat majlisiga Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa oid yillik doklad sunish talab qilingan edi. Amerika Avam palata a'zolari yaqinda Xitoyning xalqaro organlaridagi taraqqiy qilayotgan davlat deydigan salohiyatini bekor qilish haqidagi bir qonun loyihasini to'liq ovoz bilan ma'qullagan. Bu loyiha Avam palatada 415 ga qarshi 0 ovozga erishgan. Bu qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministrini Xitoyning Amerikadagi va har qaysi xalqaro tashkilotlardagi taraqqiy qilayotgan davlat deydigan salohiyatini yuqori kirimlik davlatga o'zgartirish uchun harakat qilishga yetaklaydi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri yana Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlat salohiyati sababidan xalqaro organlarning e'tibor siyosatlarga va yordamlarga erishalmaslik uchun harakat o'tish kerak ekan. Bu qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisi a'zolarining Xitoyga taqobil turish tirishchiliklarining yana bir misoli bo'lib, uning Avam palatadagi har ikki partiya a'zolarining to'liq qo'llashiga erishishi alohida diqqat qo'zg'aydi ekan. Bu qonun loyihasini Avam palata a'zosi Yonkim xonim tonishtirgan. Yonkim xonim Avam palatada qonunni tonishtirganlik qilgan so'zida Xitoyning haqsiz raqobat qilayotganligini ta'kidlab mundaq degan. Xitoyning iqtisodiy ko'lami Amerikadan qolsa 2-chi o'rinda turadi. Amerika taraqqiy topgan davlat deb qaralgan ekan, u holda Xitoymi shundoq bo'lishi kerak. Xitoy o'zini taraqqiy qilayotgan davlat deb atash orqali sistemadan foydalanyotdi va haqiqiy ehtiyojli davlatlarga ziyon solyotdi. Xitoy hukumatı bo'lsa Amerika Avam palatasining Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlik salohiyatini o'zgartirish tirishchiligiga qattiq norozi bo'lgan. Xitoy Kompartiyasining ovozi bo'lgan Yer shari vaqti gazeti bu vaqtdagi maqolasida Amerika Xitoyning taraqqiyotini to'smoqchi, haddidan ortiq mas'uliyat ortmoqchi deb ayblagan. Xitoy Kompartiyasi markaziy tashqi ishlar ishxonasining mudiri Wang Yimo buningga qaytargan inkosida taraqqiy qilganiga necha 10 yil bo'lgan davlatdan necha 100 yildan beri taraqqiy qilib kelgan sanoat davlatlariga o'xshash mas'uliyatni zimmasiga olishni talab qilish adolatsizlikdir degan. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping 5-oyning 30-kuni Xitoy davlat xavfsizlik yig'inida qatnashgan amaldorlarga Xitoyning ichki va tashqi tahdidga uchrayotganligini, Xitoyning xavfsizligini nazarda tutib, eng yomon ahvolga tayyorlik qilish kerakligini aytgan. CNN torining bu vaqtda bergan xabarda bildirilishicha, Xi Jinpingning davlat ichidagi tahdid degani Xitoyning cho'kayotgan iqtisodi, davlat sirtidagi tahdid degani Xitoy o'z paydo qilgan xalqaro dushmanlik va Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarning Xitoyni qismoqqa ilishi ekan. Xi Jinping Xitoyning davlat xavfsizligini iqtisodiy taraqqiyot va xalq turmushidan muhim o'rin qo'ygan bo'lib, xavfsizlikni qo'g'dash eng siyosat, iqtisod, madaniyat, ekologiyalik muhit, tor aloqa qatorliq sohalarga kengaytgan. Davlat kuchini dengizdan quruqliqgacha, ikki qutbdan olam bo'shligigacha, cho'ng sonliq ma'lumot ombiridan sun'iy aql texnikasigacha taraqqiy qildirgan. Xi Jinping kommunist Xitoy hokimiyatining muqim va mustahkam bo'lishi uchun ochgan bu xavfsizlik yig'inida mundaq degan. Biz hozir davlat xavfsizligini qo'g'dashda mushkul va murakkab vaziyatga duch kelyapmiz. Shunga ideya jihatdan tayyorlik qilishimiz, har qanday bo'ron chopqinga bardoshlik bera oladigan bo'lishimiz kerak. Davlat xavfsizligini qo'g'dash iqtidorimiz va sistemamizni zamonaviylashtirib, amaliy va unumli jang qilish saviyamizni o'stirishimiz kerak. Bu xabarda berilgan ma'lumotlar qaraganda, Xitoy hukumatı davlat xavfsizligini qo'g'dash uchun terrorlikqa zarba berish, jasuslikqa qarshi turish,
tor bexatarligini qo'g'dash qonunlari va chet elki hukumatsiz tashkilotlar davlat istixboroti va sonliq ma'lumot ombiriga munosabatli qonunlarni orqa-orqadan tuzib yo'l qo'ygan. 2016 yildan boshlab davlat sirtidagi josuslik harakatini kuchaytgan. Ammo davlat ichidagi josuslikqa qarshi harakat olib borgan Xitoydagi chet el korxonalarimi buning zarbasiga uchrab, Xitoydan chekinishga boshlagan. Xitoy hukumati terrorlikqa zarba berish bahonasi bilan Uyg'urlarni qattiq bostirib kelgan bo'lib, 2017 yildan boshlab buning ko'lami kengayib, davlat homiyligidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga aylangan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.